Uyg'ur xalqi tarixda dunyo madaniyat xazinasiga nurg'un to'kpalarni qo'shgan bo'lib, shundoq o'chmas to'kpalardan biri buyuk tilshunos olim Mahmud Koshg'ariyning Turkiy tillar devoni nomli o'lmas asaridir. Bu asar 10 va 12 asrlarda o'tgan Qaraxoniylar xonadonligining gullangan iqtisodiy va yuksak madaniyatining namoyandasidir. Turkiy tillar devonining muallifi Mahmud Koshg'ariyning to'liq ismi Mahmud bin Husayn Muhammad bo'lib, 1008-yili Ordu kent Qashqarning janubiga joylashgan Opal yezisida xon jamiyati oilasida dunyoga kelgan. Onasi Bibi Robiya xonim, otasi zamonasidagi ma'rifatparvar zotlardan biri bo'lgan Xo'ja Sayfiddindir. Muallif devonda o'zining ismi, nasabi haqida aniq ma'lumot bergan bo'lib, Qashqar rayonini o'z yurtim deb ochiq ko'rsatib bergan. Mahmud Koshg'ariy dastlabki ta'limotini fazilatlik va uqumushliq onasi Bibi Robiya xonimdan oladi. Keyin madraslarda o'qib, oliy ilm tahsil qiladi. Keyin arab filologiyasining hamma utuqlardan to'liq bilimga ega bo'lgandan keyin Hijriyat 450-yili Qashqardan ayrilib, boshqa turkiy xalqlarning yurtlarida sayohatda va tadqiqotda bo'lg'ach, birinchi qo'l material to'playdi. Keyin Bag'dodga berib 1074-yili Turkiy tillar devonini shu yerda tamomlaydi. Mahmud Koshg'ariy bu buyuk asrini milodiya 1072-yili 1-oyning 25-kuni yozishga boshlab, 4 qatib tuzitish kirgizish orqali milodiya 1074-yili 2-oyning 10-kuni tamomlagan va 1076-yili Abbosiylarning xalifasi Obul Qosim Abdullah Muqtadi bi Amrullahning huzuriga sungan. Tazkiralardan ma'lum bo'lishicha, Mahmud Koshg'ariy uzun zamongacha yurtiga qaytmaydi. 89 yoshga kirganda Bag'doddan to'yga karavani bilan yurti Opalga qaytib keladi va shu yerda 97 yoshida vafot bo'ladi. Olimning maziri yilda nurg'un kishilarning tavob qiladigan muqaddas maziri sifatida saqlanmoqda. Mahmud Koshg'ariyning Turkiy tillar devoni nomli bu qimmatli kitobi keyingi asrlardagi 700 yil atrofida izdiraksiz g'oyib bo'lib ketadi. Lekin keyin bizga yetib kelgan nusxasi Ali Amir apandining tasodifan koni bozorda uchirtib qilib 36 liraga sotavilishi bilan 1915-yili qayta nashr qilinib, butun dunyodagi turkologlarning diqqatini jalb qiladi. Ulug' olim Mahmud Koshg'ariy uzoq vaqt ko'rmang jabo mushaqqatlarini boshdan kechirib, tadqiqot ilib berish orqali turkiy tillik millatlarni, bo'libmi Uyg'ur millatining tarixiy, tili, siyosiy vaziyati, falsafasi, madaniyati, diniy e'tiqodi, axloq fazilati, urf-odatlarni, astronomiya, jug'rofiya, matematika, meditsina, hayvonot, o'simlik, kon boyligi va mahsulotlar qatorliqlarni nihoyatda atrofli tunishtirgan lug'at. Mahmud Koshg'ariy Turkiy tillar devonining barliq mazmunini 8 tomga bo'lib, har bir tomni ism va fe'ldan iborat 2 shaklga ayirgan. Avval ismdan, ondan fe'ldan misol bergan. Ondan yana har bir tomni har bir so'zlikning konkret ahvoliga asosan bob va paragraflarga bo'lgan. O'qirmanlarning farqlantirilishiga qulaylik yaratib berish uchun har bir tom va har bir bob paragraflarda arabcha atalg'ularni qo'llangan. Mahmud Koshg'ariy Turkiy tillar devonining muqaddimasida asosligi o'zining bu kitobni tuzish oldidagi ilmiy tayyorlik xizmatlari, tuzishda qo'llangan tartib, turkiy tillardagi so'zliklarni yozishda ishlatgan harf, so'zliklar tarkibi,
Türkiy tilli qabilalarning tarqalish ahvoli, tillarning ishlatilishi va shevalardagi farq qatorliqlarni tunishtirgan. Türkiy tillar divoniga taxminan 7500 dan ko'p so'z kirgizilgan bo'lib, divonning teksti shu so'zliklarga berilgan izohatlardan iborat. Statistikadan ma'lum bo'lishicha, divonga 165 she'r nazm va xalq naqshi, 84 maqol tamsil va hikmatlik so'z kirgizilgan. Bu she'r nazmlar, xalq naqshlari, maqol tamsillar va hikmatlik so'zlarning xili ko'p qismi aynan yoki o'zgartirilgan turli shakllarda zamonimizdagi turkiy tilda so'zlashadigan millatlarning yozma adabiyoti va eg'iz adabiyotida hozirmi uchrab turdi, hamda zamonimizdagi turkiy tillarda so'zlashadigan millatlarning qadimgi madaniyatining javharlari sifatida butkul insoniyatning madaniyat turmushini beyitib kelyotadi. Shuningdek, qadimgi turkiy tillar tadqiqoti uchun kam uchraydigan til materiallari sifatida turkiy til ilm sohasidagilar tarafidan keng doirada qo'llanilyotadi. Türkiy tillar divonining milodiya 1266 yilidagi birdan bir ko'chirilmasi, milodiya 1914 yilidagi Istanbulda bayqalgandan keyin divonni tadqiq qilish dunyoviy temaga aylandi. Divonning o'xshamaydigan yoziqlardagi nusxalari dunyoga kelgandan beri har qaysi ellardagi nurg'un olim, mutaxassislar muhim tadqiqot natijalarini qo'lga keltirdi. Vatanimizdagi fan tadqiqot xodimlarining jafoliq tirishishi natijasida Türkiy tillar divonining 3 tomliq Uyg'urcha nashri 1981 yildan 1984 yilgacha orqa-orqadan Sharqi Turkistonda nashr qilindi va Uyg'ur xalqimiz bu shohona asarni ko'rish fursatiga ega bo'ldi.